بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد محترم برادرlar hurmatli otaxonlar aka opa singillar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohga shukronalar hamd sanolar aytib bu ulug' muborak ayyom juma kunidagi suhbatimizni boshlaymiz. Tashqarida boshqa mabodo joy yetmasdan qolganlar pana-panaroqda biroz tik turib bo'lsa ham ozgina sabr qilamiz. Bugun keyin ibodat vaqtida bir necha daqiqada Xudo xolasa ibodatlarni bajara olamiz. Muhtaram birodarlar, hurmatli jamoat, ma'lumlaringiz kim? Biz o'tgan suhbatlarimizda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yo'llaridan yurib boradigan, inshaalloh jannatga loyiq bo'ladigan jamoat xususida va bularni nomlari butun olamda ahli sunna val jamoa degan nom bilan tanilgani haqida aytib o'tgan edik. Bu narsa asosan e'tiqodga taalluqli, e'tiqoddan, aqidadan kelib chiqadigan yo'l yo'riqlar, belgilar ekanligi va bu ahli sunna val jamoada ham turli xil mazhablar mavjud bo'lsa-da, lekin ularning asosi e'tiqodlari bir bo'lgani uchun bularni hammalarini bitta jamoa deb qaraladi. Ularni bir-birlariga qarama-qarshi qo'yilmaydi. Boshqa firqalar deb aytilmaydi. Bular hammasi bitta yo'l, bir jamoa, shu najot topadigan jamoa deb e'tirof etiladi. Mana shu jamoa shu nom bilan tanilib boshqa atrofdagilarga sunniylar, ahli sunna deb tanilishlariga sabab bo'lgan bir qancha jarayonlar bor. Bularni biz asta ko'rib, qo'limizdan kelgancha bu narsalarni miyamizga, zehnimizga jo qilishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun ham biz navbatdagi suhbatlarimizda bugundan boshlab mana shu sunniylar jamoasi, ahli sunna val jamoa deb tanilgan kishilarning tarixlari haqida va bularning eng mashhur, ko'zga ko'ringan kishilar haqida qisqa sizlarga ma'lumot berib o'tamiz. Va bularning ichlaridagi eng mashhur bo'lganlari sunnat imomlari deb tanilgan imomlar xususlarida biz to'xtalib o'tamiz. Ahli sunna imomlari deganda e'tibor qilinadigan kishilar ilgari ham eslab o'tganmiz. Bular juda ham ko'pchilik, lekin mashhurlari imom Abu Hanifa, Malik, Shofi'i, imom Ahmad bin Hanbal va shunga o'xshagan bir qator imomlar borlar. Bu kishilarni dunyoga tanilib, butun islom ahliga, musulmon millatiga tanilib, ularga ustoz sifatida, imom sifatida, rahbar sifatida e'tirof etilib qolishlariga sabab bo'lgan narsa, ularni Alloh va Rasulining yo'llariga qattiq e'tibor qilib, itoat qilib, amal qilib, o'z ilmlari bilan, taqvolari bilan, xudojo'yliklari bilan, odob va axloqlari bilan o'zlari atrofga talinganlari bu narsaga sabab bo'lgan. Hech qaysilari o'zlarini imom deb e'lon qilishmagan, hech qaysilari o'zlari meni keyinimdan ergashinglar deb o'zlariga bir firqa jamoa tuzishmagan, balkim ular o'zidan tabiiy suratda tanilib qolgan. Hamma ularga ishongan, ularning ilmi, taqvosi olamga mashhur bo'lgan, hamma e'tirof etib, shunday oxiri mana bundoq nomga ular o'zlari xohlashmasa ham Alloh taoloning irodasi bilan bu shunday hosil bo'lgan. Islomda mana shunday kishilarni imomlar deb, islom imomlari, sunnat imomlari, ahli sunna imomlari deyiladi. Lekin bu imomlik degan kalima, bu tushuncha shialardagi imomlik degan tushunchadan farq qiladi. Shialarda imomlik bir maxsus avlodga, bir urug'ga bog'liq bo'ladi. Faqat Hazrati
alidan kelayotgan nasl bo'lsa, o'shalardan tug'iladiganlar bo'lsa, o'shalarning avlodi deb tanilsa, o'shalarga imomat, haqiqiy rahbarlik, imomat o'shalarga xos, boshqalarniki esa tan olinmaydi deydilar. U meros, u imomlik ularda shunday bir urug'dan urug'ga, nasldan naslga ko'chadigan tushuncha bo'lib qolgan. Lekin ahli sunna val jamoada, sunniylarda esa bundan farqli o'laroq imomlik bu tug'ilmaydi. Imom bo'lib tug'ilmaydi odam. Bu meros bo'lmaydi nasldan naslga. Bu balkim kasbiy narsa, ya'ni harakat bilan o'zini dinga sodiqligi, islom ilmlarini egallagani, shu ilmiga amal qilishi, o'zini taqvosi, axloqi, odamlarning o'rtasidagi tutgan o'rni, shu jihatlari bilan u imomlik martabasiga erishishi mumkin. Bu qandaydir bir sharaf, u qandaydir bir maxsus beriladigan unvon emas, balkim o'z-o'zidan insonning harakati shu narsaga erishayin degan harakati bilan emas, Allohu payg'ambar yo'lidan adashmasdan inson omon Alloh roziligiga, jannatga yetib olayin degan harakati bilan bo'ladigan narsa. Demak, bu sunnat imomlari deganlarimizda, yuqoridagi kishilarida hammalarida mana shundoq fazilatlar jamul-jam bo'lgan. Biz bugun sizlarga mana shu imomlarni birinchilari Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi haqida hikoya qilmoqchimiz. Ya'ni bularni biz tanishimiz kerak, bilishimiz kerakki, har kimni keynidan ergashib, yo'ldan adashib qolmasligimiz uchun. Kelgusi suhbatlarimizda qisqa qilib boshqa imomlar haqlarida ham to'xtalib o'tamiz. Bu kishi ismlar Nu'man bin Sabit, juda ham bir yuksak olim, o'z davrlarining yetuk allomasi bo'lganlar. Hozirgi Iroq mamlakatining Kufa shahrida 80-hijriy yilda dunyoga kelganlar. Ya'ni payg'ambar alayhisalom hijratlaridan 80 yil keyin. O'sha sahobalar asrining oxirrog'ida dunyoga kelganlar. Yoshliklaridan boshlab ilmga, mehnatga qiziqqan, g'ayratchan kishi bo'lganlar. Yoshliklaridan boshlab tijorat bilan, savdo-sotiq bilan shug'ullanganlar yoshliklarida. Keyinchalik esa imkoniyatlari bo'lib, ilmga qiziqish paydo bo'lib, umrlarining oxirigacha ilm bilan, islom ilmi bilan, musulmonlar hayoti bilan o'tganlar. Bu kishi mana shu yoshliklaridanoq muomalotga kirishib, savdo tijorat ishlari bilan yoshlikdan boshlab shug'ullanganlari, odamlar bilan yaqindan aloqada bo'lganlari, keyinchalik mana shu faoliyatlari davomida odamlarning dardini yaxshiroq anglab, ularning qalbiga yo'l topa olishlari va islom masalalarini to'g'ri hal qilishlariga o'sha yoshliklaridan boshlab bu odamlar bilan aralashib, bordi keldi qilib xalqqa yaqin bo'lganlari shunga sabab bo'lgan bo'lsa kerak deydilar. Keyinchalik ham juda tajribalari yuksak bo'lib, ham ilmda, ham tajribada, ham taqvoda, amalda shuhrat qozonganlar. U kishini taqvolar haqida, bu ulamolar haqida yozilgan kitoblarda ko'p rivoyatlar bo'lgan. Ba'zi bir rivoyatlar to'qima rivoyatlar ham bo'lib, ba'zi odamlar taassubga berilib, o'zlarini, toifalarini obro'sini ko'tarish uchun, boshqalarni shu o'zlariga ergashtirish uchun ataylab yolg'on yashiq xabarlarini, yolg'on to'qima hadislarni ham odamlarga tarqatganlari bo'lgan. Lekin o'shandaylardan xoli o'sha kishilarni haqiqatan ham taqvodor ekanliklarini xabarini beradigan bir qancha rivoyatlar sahih kitoblarda keltirilgan. Bu kishi haqlarida Imom Malik va Imom Shofiylar o'zlari guvohlik berishgan. Imom Malik, Imom Shofiy bulardan keyin o'tgan ulamolardan. Imom Shofiy aytgan ekanlarki, odamlar hammalari quyidagi 5 kishini shogirdlari, farzandlari desak bo'ladi deb Abu Hanifadan boshlab bir necha shaxsni zikr qilgan ekanlar. Agar kimki fiqh ilmida, ya'ni islom qonun qoidalarini tushunish, oyatu hadisdan to'g'ri ma'no chiqarish bobida
agar yetuk ilmga ega bo'lmoqchi bo'lsa, albatta u Abu Hanifaga shogird bo'lmasdan iloji yo'q. Faqihlar hammasi Abu Hanifani shogirdlari degan ekanlar. Imom Shofiy aytadilar. Holbuki keyinchalik Imom Shofiy ham o'zlari juda yuksak ilm cho'qqisiga erishib, u kishi ham o'zlari xohlamagan suratda Shofiylar mazhabini yuzaga kelishiga sabab bo'lgan odam. Lekin bu kishi ham boshida demak dinni mana shulardan o'rganishgan. Kimki din ilmini o'qimoqchi bo'lsa, Abu Hanifaga shogird bo'lmasdan iloji yo'q dedilar. Yana she'rda falonchiga yoki bo'lmasam tarix ilmida pistonchiga, nahv ilmida yana falon ulamoga deb har birlarining nomlarini aytib, fiqh ilmida dinni to'g'ri tushunish, Qur'on va sunnatdan to'g'ri xulosalar chiqarish bobida albatta Abu Hanifaga shogird bo'lmasdan iloji yo'q degan ekanlar. Inson faqat ilm bilangina to'g'ri yo'l topa olmaydi. Agar u insonda ilmiga amal bo'lmasa va unda taqvo bo'lmasa, Allohdan qo'rquv bo'lmasa, bu kishilarda jumladan shu Abu Hanifada ham mana shunday taqvo, ilm bilan amalni birga olib borish, Parvardigor bilan bu olam o'rtasidagi bog'liqlik, Parvardigorga ixlos, itoat bu kishida ham mujassam edi. Bu kishi haqlaridagi rivoyatlarda keltiradilar, 40 yil muddat davomida xufton namozini bilan bomdod namozini bir tahoratda o'qidilar degan rivoyatlar bor ekan. Ya'ni kechalari uxlamasdan yoki juda ham kam uxlab, kunduzi ozgina dam olib, kechasi ibodat bilan va ilm tahsili bilan shug'ullanar ekanlar. Bularning taqvolaridan agar misol keltiriladigan bo'lsa, bu kishilar aslo mansabparastlikka, o'zlarining nomlarini chiqarish, shuhrat qozonishga harakatlari bo'lmagan. Misol shuki, bu kishi hayotlari davomida bir necha marotaba qozilik martabasiga, mamlakatning bosh qozisi martabasiga taklif qilingan, oxir majbur ham qilingan, lekin qabul qilmagan ekanlar. Shu hukm chiqarishda birovga zulm qilib qo'yamanmi deb qo'rqib, shariat qoidalaridan chetga chiqib qolsam, Allohdan qo'rqaman degan mulohaza bilan bu ishni qabul qilmagan ekanlar. Rasulullohning hadislarida qodiyan finnar va qodin fil jannati deb xabar berilgan. Buni yaxshi biladilar. Ya'ni ikkita qozi do'zaxda, bitta qozi jannatda deganlar. Bu deganlari qozilarning 3dan biri Alloh asragani, Xudodan qo'rqqani, hukm chiqarishda oxiratni o'ylab, ertaga Allohning hukmi ostida turishi, qiyomatda Allohning hukmiga muntazir bo'lib turishni o'ylagan qozi yoki hukmdorgina qutulib qolishi mumkin do'zaxdan. Bo'lmasam aksariyat qozilar, aksariyat hukm chiqaruvchilar do'zaxda ekanligini mana shu Rasulullohning hadislaridan anglaganlari uchun ham u kishi qozilikdan bosh tortgan ekanlar. Marvon ibn Muhammad degan xalifani davrida bu kishini o'sha shaharning amiri Yazid ibn Umar qozilikka taklif qilgan. Bu kishi rad etgandan keyin alam ustida bizni so'zimizni qabul qilmadi deb 100 darra urushga buyurgan. Keyin har kuni 10 darradan urushib turishga buyurgan ekan. Zora unab qolsa deb. Lekin baribir bu kishi qabul qilmagandan keyin oxiri qo'yib yuborishdi. Keyinroq Abbosiylar davlati vujudga kelgandan keyin ularning podshosi Mansur Bag'dod shahrini qurib, Kufadan Abu Hanifani Bag'dodga taklif qiladi va bu shaharda qozilik, mamlakatda qozilikni yana olib borishni Abu Hanifaga taklif etadi. Chunki o'z-o'zidan ma'lum, bu kishining singari taqvoli, ilmli odam yo'q edi o'sha vaqtda. Shuning uchun ham bilib podsho bu kishiga taklif etdi. Ammo Abu Hanifa bundan uzr aytdilar. Meni qo'limdan kelmaydi bu ish dedilar. Bu narsa meni qo'limdan kelmaydi degandan keyin boshqa odam toping, meni qo'limdan kelmaydi desalar, podsho aytdiki, yolg'on aytyapsiz. Abu Hanifa darhol hozir javoblik qilib shu yerdan o'zlarini
yo'llarini topib oldilar. Ha, mana to'g'ri aytdingiz. Siz mana hozir o'zingiz javob topdingiz. Mani yolg'onchi deb hukm qildingiz. Ha, xo'p, yolg'onchi odamni qanday qilib endi siz qozilik martabasiga tayin qilasiz? Dedilarda, shu javob bilan keyin qutulib ketgan ekanlar. Bu kishi o'sha vaqtdagi olimlar, ilm ahllariga ko'p o'rinda qarshi chiqqan ekanlar. Ular fatvolarni noto'g'ri berishib, dinda ehtiyotsizlik qilishar ekan ba'zi birlari hatto Abu Hanifani podshoga chaqib, yomonlab, ataylab, "Podshoyim, sizni Abu Hanifa undoq dedi, mundoq dedi" deb aytmagan gaplarni olib borib, o'sha ilmda bir subuti bo'lmagan mansabparast, obro'parast, ozgina ilm olib, o'zini hammaga doston qilishni yaxshi ko'radiganlar hamma zamonda bo'lib turadi ekan. O'sha vaqtda ham ba'zi ahli ilmlari Abu Hanifani boshlariga bir qancha kulfatlarni yog'dirishga harakat qilib, podshoga olib borib chaqishaverar ekan. Podsho har safar u kishini chaqirib, "Shunaqa dedingizmi?" deb so'rasa, Abu Hanifa hozir javobliklari bilan, juda zukkoliklari bilan hech ilintirolmas ekan, javob topib berar ekanlar. Ba'zida shunday bo'lar ekanki, o'sha chaqqan, u kishi haqlarida ig'vo gaplarni olib borgan kishini o'ziga ayb shunday bo'yniga qo'yilib qolar ekan. Shunday holatlardan birida, shunday ahli ilmlardan biri, "Siz meni qonimni to'kmoqchi bo'ldingiz-a? Podshoga meni shunday qilib teskari qilib qo'ydingiz masalani" deganda, Abu Hanifa, "Yo'q, undoq emas. Siz meni qonimni to'kmoqchi bo'ldingiz, men sizni ham asrab qoldim, o'zimni ham jonimni asrab qoldim" deb javob berar ekanlar. U kishidagi bu ya'ni taqvo va ilmni yetukligiga shuni o'zi hujjat. Ya'ni uni ilm ahllari u kishini yaxshi ko'rmasa ham ko'pchiligi, lekin podsho bilib bu kishini majburlar ekan, ammo qabul qilmadilar. Endi u kishidagi odamgarchilik, insoniylik xususida bir misolni keltirishgan. Bir qo'shnilar bo'lar ekan, etikdo'z qo'shnilari. U juda bir fosiqroq odam ekan. Har kuni ko'chada ishlab topgan pulga kechqurun kelayotganda bir ikkita baliq olib, keyin bir aroq topib, uyga kelgandan keyin maishat qilar ekan o'zicha. Balonni qovurib yeb, ustidan aroqni ichib, keyin baqirishga tushar ekan. Har kuni baqirib, u o'zicha xirgoyi qilar ekan. Abu Hanifa esa kechasi turib tahajjud namozi o'qir ekanlar. U o'zicha she'r aytar ekanki, "Adauni va ayyafatan adau" deb. Ya'ni, "Voydod, men holimdan xabar oladigan hech kim yo'q. Menga hech qaysinisi bu zamondagilar boqmaydi, holimdan xabar olmaydi. Men qanday ham zo'r yigitman-u, qarang, qanday zo'r yigitni bilan tashlab qo'ydi. Mendayin yigitni qadriga yetmaydi bu zamona ahli" deb shunday xirgoyi qilar ekan. Har kuni shu ekan ahvol, har kecha. Lekin kunlardan bir kuni bu ovoz chiqmay qopti. Keyin Abu Hanifa hayron bo'lib, hol ahvol so'rabdilar, surishtiribdilar. Bu kechasi bilan bo'ladigan ovoz chiqmay qoldi. Namoz momdod o'qib bo'lganlardan keyin haligini holdan xabar oldirsalar, voqea shunda olib bo'lgan ekanki, podshoning odamlari kelib uni olib ketishgan ekan. Endi bir aybini topishibdi, nimadir ayb kamchiligini topgan bo'lsa kerakda, olib borib qamab qo'ygan ekan. Keyin bu gapni eshitgandan keyin Abu Hanifa qo'shnilik haqqi deb, u ham bir fosiq bo'lsa ham baribir musulmonlik da'vosi bor. Shuni hurmatidan xachirlarni minib, keyin amirning oldiga borgan ekanlar. Amir saroyini ostonasiga yetganlarida xabar yetkazishdiki, Abu Hanifa keldilar deb. Shunda amir aytgan ekanki, "Kirgizinglar, ruxsat beringlar, xachirlardan tushmasdan kesillar." U bo'lmasam podshoning saroyiga borganlar oson emas-ku, qanday qilib kirish o'zi ma'lum. Lekin u amir aytdiki, "Podsho xachirdan tushmasdan kesinlar. Mana shu o'tirgan joyimga, gilamimga xachirlar bilan chiqsinlar. Xachirlarini oyog'i bosib chiqsin gilamga, shunday olib kelinglar" dedi amir. Keyin xuddi shu holatda kirgan ekanlar. Amir so'radiki, "Kesinlar, nima hojat, bizga qanday ishlar tushib qoldi?" deganda, u kishi aytdilarki, "Meni bir etikdo'z qo'shnim bor edi. Shuni siz odamlaringiz olib ketib qamab qo'yishibdi. Shu
man so'rab keldim sizdan, shuni iloji bo'lsa chiqarib yuborsangiz. Shundan keyin amir farmon chiqarib buyruq berdiki, darhol o'sha Abu Hanifaning qo'shnilarini chiqarib olsin va bu kishini hurmatlaridan o'sha kecha shaharning yana boshqa qismida qanday bir odam qo'lga tushgan bo'lsa, uni ham afv qildik. Ularni ham chiqarib olinglar deb amir buyruq berdi. Shunday qilib Abu Hanifa haligi aroqxo'r etikdo'z qo'shnilarini yonlariga olib, sekin ergashtirib uylariga tomon ketdilar. Uyning ostonasiga yetib bo'lgandan keyin halinga unday qarab, "Ya fata, adanaka." Ey yigit, holingizdan biz xabar ololmay qoldik, dedilar. Yo'q, ta'sir undan emas. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Siz hech bir unutilmaydigan ish qildingiz. Bizga ko'p yaxshilik qildingiz. Siz odamgarchilik qildingiz, dedi. Ya'ni haligi har kecha aroqni ichib olib baqirib, "Voy, mana holimdan xabar oladigan odam yo'q. Shundoq yigitni bular qadriga yetmasdan tashab qo'ydi" degan gapi esga soldilar-da. Sizni qadringizga yetmasdan yigit tashab qo'ydiga dedilar. Shundan keyin yo'q, ta'sir, uzr, ma'zur deb o'shandan bu yoqda u tavba tazarru qilib, iymon islomi yaxshi bo'lib, ikkinchi bunaqangi noto'g'ri yo'lga yurmaydigan bo'lib, insofi kelib, yaxshi odam bo'lib ketgan ekan. Abu Hanifa o'kshal yuqorida aytganimizdek hijratning 80-yili dunyoga kelganlar va ulamolarning e'tiroflaricha u kishi tabi'in-tobiinlardan hisoblanadilar. Ya'ni o'sha davrda sahobalarni ko'rgan bo'lsalar ham, lekin yosh bo'lganlar, tobiinlar payg'ambar sahobalarni ko'rganlar, tobiinlar esa tobiinlardan dars olib, ulardan ilm, din o'rganganlarni tobiinlar deyiladi. Bu kishini ham martabalarini shunday deyshadi. Hammalari ham Qur'on va sunnatdan uzoq ketishmagan. Qur'on va sunnat o'rtasida ular hukm chiqarishgan. Ba'zi birlar o'sha o'tgan ulamolar haqida yuqorida aytganimizdek, biz ularni bilan ishimiz yo'q. Ular ham bitta olim, bizdan bitta olim degan da'volarni qilishadiganlar to'g'ri emas ularning so'zlari, yo'llari. Balkim bu kishilarni butun olam o'ziga ustoz deb biladi va din shular orqali naql qilinib bu yoqqa bizgacha yetib kelgan. Agar Qur'ondan bir javob chiqmasa biron bir masalada, unda albatta sahih hadislarga qaralardi. Agar hadislardan ham javob chiqmaydigan bo'lsa, unda ijmo, ana undan keyin qiyos degan bir hukmlar keladi. Ya'ni ijmo o'sha sahobalar davrlarida shu masala agar yuzaga kelgan bo'lsa, o'sha fikrlari bir joydan chiqqan olimlar, ilmli kishilarning fikrlari bir joydan chiqsa, shuni ijmo deyiladi. Qur'onda, hadisda topilmagan masalalarni ijmo yo'li bilan hal qilinadi. Hazrat Umar biron bir masala chiqib qolsa, sahobalarni, olimlarni yig'ib o'rtaga tasharkanlar, maslahat qilar ekanlar. Fikrlari tinib bir joyga to'planib, hammalarining gaplari bir joydan chiqqan oxirgi nuqta bu ijmo bo'ladi. Yana qiyos, bu ham Abu Hanifa rahmatullohi alayhi zamonlarida juda yaxshi rivojlangan va buning qonun qoidalari mustahkamlangan ekan. Qiyos degani biron bir muammo masala chiqib qolsa, buni ham javobi Qur'ondan, sunnatdan va o'sha sahobalar ijmolaridan topilmasa, o'shanga o'xshab ketadigan bir masalaga taqqos qilib, qiyoslab turib javob topish. Ayniqsa bu ish islom diyori kengayib, musulmonlik hududlari, chegaralari kengayib ketgandan keyin, islomga arablardan boshqa millatlar, ajam millatlari, forslar va hindlar va turklar kirishgandan keyin, ularning ichida turli xil urf-odatlari bor edi. Har xil holatlar, arablarda sodir bo'lmagan ba'zi bir holatlar sodir bo'lib qolardi. Sahobalar davrida yuzaga kelmagan muammolar keyinchalik paydo bo'lib qolardi. Shularning javobi Qur'ondan yoki sunnatdan, sahobalar hayotidan to'g'ridan to'g'ri topilmasdi.
o'shanday masalalarda shunga o'xshab ketadigan masalani topib hukm qilishardi. Buni qiyos deyishardi, ra'y deyishardi. Ra'y degani fikr, insonning fikri ra'yi degani. Bu narsa demak o'z o'rnida kerak. Payg'ambar alayhisolatu vassalom sahobalardan birini, Muoz ibn Jabalni Yamanga jo'natayotganlarida ham so'raganlar. Borib qanday hukm yurg'izasan deganlarida Allohning kitobi bilan, agar topmasang-chi Allohning kitobidan shu javobni, kerakli javobni payg'ambar sunnati bilan, undan ham topmasang-chi, unda o'zim ijtihod qilaman, o'z ra'yim bilan Qur'on va sunnat o'rtasidan chegarani buzmagan holda o'zim javob topishga harakat qilaman deganda Rasululloh xursand bo'lib u kishini ko'kraklariga urib qo'yganlar. Alloh va Rasul rozi bo'ladigan yo'lga seni ko'ndiribdi. Meni elchim Rasulullohning elchisini Alloh shu haq yo'lga ko'ndirgani uchun unga hamd sano bo'lsin deb Rasululloh rozi bo'lganlar. Demak, Qur'on, sunnat va ijmo sahobalar hayotdan javob topilmasa, unday paytda mana shu ra'y, qiyos degan qoida ishga tushadi. Shu qoida Abu Hanifa rahmatulloh alayhi zamonlarida juda ham rivojlangan ekan. U kishini bu hozir aytganlarimiz din, ibodatlar, muomalatlar, odamgarchilik xususidagi ba'zi bir u kishining hayotidan keltirilgan misollar. U kishi siyosat bobida ham o'ziga xos fikrlarni aytgan ekanlar. Xalifalik haqida aytgan fikrlari shu ekanki, haqiqiy xalifalik Hazrati Ali bilan tamom bo'lgan degan ekanlar. Qolganlari o'sha u kishidan keyingi zamonda kelganlari qandaydir yo'llar bilan, ba'zi o'rinlarda zo'ravonlik bilan, kuch ishlatish bilan egallanganligini hisoblab, bu kishi bu mashvarat bilan bo'ladigan ish degan fikrni aytgan ekanlar. Keling, xush kelibsiz. O'tiring. Rahmat. Bu kishi 150-yili dunyodan ko'z yumdilar. Ilm ahlini buyuk ulamolardan birlari vafot etgan kunida shu ilm yana davom etsin uchun Alloh taolo dunyoga yana bir insonni keltirdi. Imom Shofiiy deb keyin bu kishi nom qozondilar. Bularning o'rtalarida esa go'yoki ko'prik bo'ladigan, mana shu yo'lni davom ettiradigan bir ko'prik sifatida go'yoki Imom Malik ham yashab o'tganlar. Inshaalloh biz kelgusi jumamizda bular haqlarida qisqacha to'xtalib o'tamiz va keyinchalik biz mana shu ahli sunna va jamoaning yo'li eng to'g'ri haq yo'l, Qur'on va sunnat yo'li shu yo'l ekani uchun biz bu yo'ldagi har xil olimlar, ularning fikrlari, ularning nasihatlari, yo'l yo'riqlari, tajribalari, bulardan uzoqlashib ketmasligimiz uchun bularni bilishimiz kerak. Aynan bir kishiga taqlid qilib shunga ergashish shart, farz deyilmaydi. Ammo shulardan uzoqlashib ketish ham adashish bo'lib qoladi. Bular ustoz, bular qudva, ibrat, shulardan olinadi ibratni. Va bular o'tgan safar aytganimizdek, o'sha Rasululloh maqtagan 300 yil ichida o'tgan odamlar, olimlarning yaxshilari, ergashsa ibrat olsa bo'ladigan odamlar, bular fikrlarini o'rgansa birinchi galda haqdor odamlar bular. Bularning fikrlarini biz birinchi galda o'qib o'rganishimiz kerak bo'ladi. Albatta xato, kamchilik esa payg'ambarlardan boshqa hammada bo'ladi. Qaysi bir inson o'zini mazhab boshisini yoki o'zini ustozini hech qanday xatodan xoli emas, mutlaq bu kishiniki to'g'ri desa, o'sha odamni payg'ambarga tenglashtirib qo'ygan bo'ladi. Bundan saqlaniladi. O'sha Abu Hanifani ham umuman ahli sunna va jamoani e'tiqodlarida imomat deganda o'sha rahbarlikdagi odamda albatta nuqson kamchilik bo'lishi ham tan olinadi. Shialarda esa nuqson kamchilik tan olinmas ekan. Ular ismat bo'ladi. Ismat degani saqlanish. Alloh ularni salomat saqlaydi. Ya'ni shu Hazrat Alidan davom etib keladigan avlod bo'lsa, ularni faqatgina
Olloh saqlaydi, undan boshqasini esa Xudo saqlamaydi deb boshqalarni e'tirof etmasdan qandaydir o'shalarni avloddan keladiganlar hech qanday gunoh qilmaydi, hech qanday kamchiligi yo'q deb e'tiqod qilishadilar. Ammo ahli sunna val jamoada har qanday odam olim bo'lsa ham, bizni nazarimizda juda taqvoli odam bo'lsa ham, uni ba'zi bir xato kamchilikka yo'l qo'yishdan u xoli deb aytishga biz e'tiqodimizga mumkin emas. Ahli sunna val jamoaning e'tiqodida faqat payg'ambar xoli, u zotni Alloh o'zi xossatan saqlab turgan. Shunga ko'ra bu ulamolarni birontalarga taassub qilish emas, bularni qadrlarini bilish kerak. Bularni hammalarini barobar ustoz sifatida o'rganishimiz kerak, bilishimiz kerak bo'ladi. Xato bo'lsa keyinchalik u o'z-o'zidan to'g'rilanib ketaveradi. Mabodo biror o'rinda sahih emas hadisni agar hukmga kirgizilgan bo'lsa, o'z o'rnida u ham asta-asta tuzalib, to'g'rilanib boraveradi. Bu islomning mohiyati, islomning yurishi mana shu tarzda bo'ladi. Yana shu bilan bir qatorda biz bu to'g'rilarni bilib olganimizdan keyin inshaalloh buni iloji boricha qisqartirib o'tishga harakat qilamiz. Keyin islom olamida tarixida adashgan toifalar, zalolatga ketgan deb e'tirof etilgan toifalar haqida ham inshaalloh suhbatlashamiz. Bular Shialar, Qadariylar, Mu'tazililar, shunga o'xshagan toifalar. Bular haqida ham biz qisqacha tushunish olishimiz kerakki, bugungi kunda aralash-quralash bordi keldilar ko'payib ketgandan keyin har xil fikrlar aralashib ketishi mumkin. Hatto ba'zi bir o'quv yurtlarida mutlaq yangilik bo'lgan narsalarni chetdan u yoqdan bu yoqdan kelib tiqishtirayotgan holatlar ham eshitilib turibdi. Hali bizni xalqimiz tanimaydigan Bahoiylar degan, bizni xalqimiz bilmaydigan Ahmadiylar degan aniq kofir bo'lgan toifalar bor. Ular o'zini musulmon deb da'vo qiladilar, Qur'onni tan olamiz deydilar, lekin Qur'on ta'limotiga, sunnatga butunlay teskari gapni gapiradilar. Payg'ambarlik yana davom etadi deydilar. Muhammad payg'ambardan keyin yana falonchi pistonchilar payg'ambar bo'lgan deydilar. Mana bularning odamlari hozir yurtimizda yo'q emas. Ular hatto o'sha ilmga chanqoq bo'lgan yoshlarning ichiga, miyasiga kirib boryaptilar. Shuning uchun bu muhim. Bugungi kunda ibodatdagi ba'zi bir ibodatning ko'rinishidagi ixtiloflar juda ham muhim emas. Bu asta-asta inshaalloh tuzalaveradi. U xilma-xillik hech narsa qilmaydi, hammasida hujjat bo'lsa mayli, ammo eng muhim narsa e'tiqoddagi buzilish. Hozir shunday ba'zi bir ko'rinishlar, ayanchli ko'rinishlar, noxush holatlar quloqqa chalinib turadi. Shuning uchun ahli sunna val jamoa kim? Hanafiylar kimlar? Molikiylar kimlar? Shofiiylar, Hanbaliylar kimlar? Bularni yaxshi bilib olamiz inshaalloh. Undan keyin esa haligi narga adashgan toifalarni ham o'tarimiz. Men hozir so'zimda ishora qilib o'tdim. Hanafiy, Shofiiy, Maliki, Hanbali, Vahobiy deganlar ham shularning ichida. Ular ham tashqaridagi odamlar emas. Vahobiy degani Ahmad bin Hanbalni mazhabidagi odamlar. Yana ahli hadislar, hadis bilan ko'proq shug'ullanamiz deydiganlar, bular hammalari ahli sunna val jamoa. Bular hammasi haq yo'lda, bular hammasi bir odam. Lekin odamlar bir-birini tanimay, o'zini do'sti bilan jiqqamush bo'lib, bo'g'ishib o'tiradigan joylar ham bo'ladi. Bilmasligimiz oqibatida. Inshaalloh bu narsalarga bir jiddiyroq qarasak, Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Mu'tazililar adashgan toifalar. Ayniqsa qadar masalasida, taqdir masalasida ular butunlay teskari gapni gapiradilar. Hanafiy, Shofiiy, Maliki, Hanbali, ahli hadislar hammasi, Hanafiylar bilan hammasi qadar masalasida, taqdir masalasida fikrlari bir xil. Mu'tazililar qadarni, taqdirni boshqacha talqin qiladilar. Ularni ham sharpalari sezilib qolayadi atrofimizda ba'zi bir joylarda. Shuning uchun inshaalloh Mu'tazililar kimlar? Bularni ham o'ziga xos jihatlarini va e'tiqodlarini o'rni kelganda aytib o'tarmiz. Alloh taolo hammamizni e'tiqodimizni salomat bo'lishini o'zi nasib etsin. Bu aqida, e'tiqod muhim narsa. Inson
ibodatini poydevori, umrini ham poydevori desak bo'ladi. Shu poydevor mustahkam butun bo'lsa, inshaalloh hammasi yaxshi bo'lib jannatga sazovor bo'lamiz. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk. Allohumma salli ala Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar. Hozir azon aytganimizdan keyin biroz vaqt qoldiramiz sunnat, nafl namoz o'qiydiganlarga. Mabodo mana bunaqangi tiqilinch bo'lib o'tirgan joylaringiz bo'lsa, sizlar keyin o'qiysizlar. Ammo joy bemalol bo'lib turganlar o'qib olishadi. Faqat bir-birlaringizga xalaqit bermasdan bu biroz noqulay sharoitni o'zimiz yengib o'tishimiz mumkin agar bir-birimizni tushunib, hurmat qilsak, bir-birimizga sabr bardoshli bo'lsak, hammasi yaxshi bo'ladi. Shuning uchun tiqilinch bo'lib o'tirgan joydagilar bir-birlaringizning yelkalariga sajda qila olmaysizlar sunnat nafl namozlarida. Faqat farz namozda bir-birlariga yelkalaringizga sajda qilasizlar. Bemalol o'tirganlar mayli o'qib olsanglar bo'ladi. Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La